Men 9 yoshimdan beri hijobda bo'lganman va hijobimni to'g'ri o'rab yurishga harakat qilardim. Albatta mukammal bo'lmaganman, lekin imkon qadar keng ko'ylaklarni kiyib, hammasini joy-joyiga qo'yishga harakat qilganman. 2023-yil Shvetsiyadan O'zbekistonga ko'chgandim. Farzandlarimni kelajagi uchun farzandlarimni o'zimizning urf-odatlarni, o'zimizning mentalitetni ko'rsatib, tilimizni o'rgatish uchun 2023-yil O'zbekistonga Shvetsiyadan ko'chib ketgandik. Lekin O'zbekistonga ko'chishim bilan juda ham katta muammolarga uchradim. Men bloger bo'lganim uchun boshqa blogerlar bilan birgalikda kontentlar qilardik. Bitta vayinimizda men aytgandim: agarda eringni rozi qilsang, Alloh senga jannatda 8 ta eshigini ochib qo'yar ekan degan videoyimdan keyin meni Shayxontohur tumanidagi RUVDga chaqirishgan. Va diniy ekspertlarning analizi bo'yicha men umuman zid bo'lgan ma'lumotni gapirgan ekanman. Men bilmagandim bu narsa unaqa seryozni bo'lib ketishini, chunki men Shvetsiyada yashardim. Shvetsiyada bizda qonunlar umuman boshqacha, so'z erkinligi, inson qadri umuman boshqa darajada. Men hozir O'zbekiston bilan solishtirmayman. Men shunchaki men bilan O'zbekistonda bo'lib o'tgan narsa haqida gapirib o'tyapman. Keyin esa meni oilamga aralashishni boshlashdi. Meni erimdan ajratmoqchi bo'lishdi. Meni qaynonamga telefon qilib meni yomonlashdi. Juda ham ko'p ruhiy zarbalarni berishdi va men oxiri oqibat O'zbekistondan Shvetsiyamga qaytib keldim. Shvetsiyaga qaytib kelganimdan keyin men Telegram gruppa ochdim. Shunchaki ayollarimiz bilan yaqinroq bo'lish uchun, o'zimni auditoriyam bilan birgalikda gaplashib, yaqinroq bo'lishimiz uchun, bir-birimizga maslahat berishimiz uchun Telegram kanalimda iymonlashamiz degan gruppani ochgan edim. Va o'sha gruppani ochganimdan keyin u yog'ini menga ko'p narsani gapirish mumkin emas. Yana muammo boshlandi. Agarda prosta tasavvur qilinglar. Men vayn agar Alloh roziligini olmoqchi bo'lsang, eringni roziligini olsang, Alloh senga jannatda 8 ta eshigini ochib qo'yar ekan degan gapimga meni shuncha muammo bo'lgan bo'lsa, endi tasavvur qilinglar. Iymonlashamiz degan guruhni ochganimda, erta diniy ma'ruzalar ham bo'lgan edi, lekin men tashamagan edim. Qo'shilgan qizlarimiz diniy gaplarni gapirishgan ekan va shu sababdan bu guruhni men ochganim uchun menga yana muammolar ko'p bo'lib ketdi. U yog'ini men sizlarga gapirib o'ta olmayman. Menga hozir juda ham ko'p kommentariyalar kelyapti. Men bu narsadan hozir siqilayotganim yo'q, qo'rqayotganim yo'q yoki sizlarga hozir jalba qilayotganim yo'q. Shunchaki menga hozir hijobimni yechganim haqida negativ yozayotganlar, agarda sizlarga bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, sizlar menga bu narsani gapirmanglar, meni qoralamanglar. Agarda sizlarning qo'lingizdan kelsa va albatta duxinglar yetsa, buni sizlar siyosatga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Nimaga bizada davlatimizda hijoblilarga mumkin emas yurish, nimaga biz diniy ma'ruzalarni yoki umuman hadislarni gapirish mumkin emas deb bizga blogerlarga aytmanglar. Agarda shu narsani sizlar noto'g'ri deb bilayotgan bo'lsanglar,